SMS ulashni ko'pchilik tushunmabdi. Buni hozir iloji boricha soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Qaranglar akalar, bu usul agar ulagan telefoningizda internet bo'lsa ishlaydi. Ya'ni bu через internet ishlaydigan narsa. Buni ulash uchun Telegram kanalimga kirib olamiz. Babelnet deb yozsanglar chiqadi yoki profilni shapkasida bor. Kirib, mana shu joyda poisk degan joyi bor. Buni hamma bilsa kerak. Mana shu poiskga bosib SMS deb yozamiz. SMS postni topish uchun. Bitta bossangiz, mana unda 3 ta post bor ekan SMS bo'yicha. Mana unda nima bor? Strelka bor, shuni bitta bosasiz, yana chiqadi mana. Mana shu postni topib olamiz, mana shu postni. Bu sahifa Google Messenger Web bir balo mana qo'yilgan sanasi 16-noyabr mana. Bunda yuritsangiz, mana unda 16-noyabr kuni soat 18:04 da qo'yilgan. Mana shu post topib olamiz. Topib olib, mana shu silkaga bosamiz. İçiye kiramiz mana shu silkani. Bu telefonimiz mana shu telefonga narigi telefonda sim kartasi bor telefonni bunga ulamoqchimiz. Ya'ni u telefonga SMS kelsa sim kartaga, bu telefonga ham SMS kelib ko'rinadigan qilmoqchimiz. Buning uchun mana shu silkani topib, bosib, mana uni yoqib qo'yamiz. Buni yoqib qo'ymasangiz, bir marta chiqib ketganingizdan keyin yana qaytadan ulashingiz kerak bo'ladi. Buni yoqib qo'ysangiz, ulanib turaveradi. Yoki ustanovit agar sizda chiqsa, ustanovka qilib olasiz, ulagandan keyin qiladi bu ish. Iloji bo'lsa, u telefondagi Google pochta bilan bu telefondagi Google pochta bir xil bo'lsa, yaxshi ishlaydi. Vayt qilib, bu telefondagi Google pochta bilan kirib qo'ysangiz ham zo'r bo'ladi. Kirmasangiz ham ishlaydi lekin. Mana shunaqa chiqadi. Endi ikkinchi telefoningizni olasiz. Ikkinchi telefoningizni olasizda bunga ulamoqchisiz-ku, ulamoqchi bo'lgan telefoningizni olib, sim kartasi bor telefonni. Сообщение degan joyi bor. Hamma telefonda сообщение bo'ladi. Сообщениеga kiramiz. Mana bosamiz. Google pochtamiz ulangan bo'lishi kerak bu yerga. Подключение устройства degan joyi bor. Shu yerga bosib, skaner qil degan mana shu skaner qilish joyini bosamizda, buni bu telefonimizda sim karta bor. Narigi telefonimizda yo'q. Mana u. Menda bitta telefon bo'lgani uchun bitta ko'rsatyapman. Mana uni sim kartasi bor telefonni olib, mana shuni skaner qilib olamiz. Mana shu yerdan mana uni skaner qilib olamiz. Keyin avtomatik ulanadi. Bo'ldi, shuna qilib olaysiz. Bo'ldi, chiqib ketasiz yoki mana uni bu yerdan bosib, mana joyiga bossangiz, через brauzer ochadi. Xuddi shu saytni через brauzer ochadi. Hozir Telegramdan ochyapti, endi через brauzer ochyapti. Skaner qilib bo'lganingizdan keyin mana 3 ta nuqtaga bitta bosib turib, bu yerdan hozir har kimda har xil chiqishi mumkin. Добавить на экран degan joyi bor. Shuni bitta bosib, ustanovitga bosamiz. Ustanovitga bitta bosamiz, добавить на главный ekranga bosamiz, bo'ldi. Добавить bo'ldi bu. Hozirgi nimamiz mana. Mautda добавить bo'ldi. Har doim mana shu yerga kirganingizda boyagi SMS nimasi ulanib chiqib turadi. Agar u sim kartasi bor telefoningizda internet bo'lmaydigan bo'lsa, mana shunaqa qorayib turaveradi. Internet bo'lishi bilan bu ham ishlab ketaveradi. Shunaqa qilib ulasangiz bo'ladi.